Buyuk amir Temurni o'z chodirida titratib yuborishga uringan va ko'ziga tik boqib, uning o'limini bashorat qilgan Hind folbini haqida eshitganmisiz? 1398-yil Dehli ostonasi Hind sultoni Temurni ochiq jangda yenga olmasligini tushunib yetdi. Shuning uchun u sohibqiron qarorgohiga o'zining eng xatarli qurolini, sirli bir astrolog folbinni yubordi. Maqsad mag'lubiyat bilmas qo'shin ichida ruhiy tushkunlik va vahima tarqatish edi. Qorong'i tunda Temurning chodiriga kiritilgan bu qari folbin unga qarab 3 ta mudhish bashorat qildi. Ertaga qattiq yomg'ir yog'adi, qo'shiningiz kasallikka chalinadi va sen, ey Jahongir, bu tuproqda albatta mag'lub bo'lib, halok bo'lasan. Bu surbetona so'zlardan chodirdagi barcha sarkardalarning qoni qaynadi. Ular qinidan qilich sug'urib, bu kofirni shu zahotiyoq chopib tashlashga chog'landilar. Ammo irodasi tog'dek mustahkam Temur birgina ishora bilan ularni to'xtatdi. Yuzida na qo'rquv, na g'azab bor edi. U kulib, shunday qat'iy hukm qildi: uni o'ldirmang. U tirik qolib, mening g'alabamni va o'zining sharmandasini o'z ko'zi bilan ko'rishi shart. Ammo ertasi kuni ertalab folbinning birinchi gapi to'g'ri chiqib, haqiqatdan ham osmonni qora bulut qoplab, qattiq jalablaydi. Qo'shin ichida qo'rquv paydo bo'ldi. Biroq Temur xurofotga emas, aqlga tayangan zot edi. U zudlik bilan otga minib, butun qo'shinni ruhlantirdi va folbinning qolgan 2 bashoratini pachoqlab tashladi. Lekin kutilmaganda yer larzaga keldi. Dehlining mag'lub etib bo'lmas, xartumlariga zaharli qilichlar bog'langan yuzlab quturgan harbiy fillari Temur qo'shini ustiga bostirib kelayotgan edi. Inson aqli ojiz qoladigan bu vaziyatda Temur qanday dahona olovli hiyla ishlatdi? Tarixdagi eng dahshatli to'qnashuvni keyingi qismda ko'ramiz. Biz bilan qoling va obuna bo'ling.